Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar va opa-singillar, bugun juda muhim bir savol ustida fikr yuritamiz. Sizning do'stingiz kim? Har kuni yoningizda yurgan insonmi? Siz bilan kulayotgan kishimi? Yoki sizni Allohga yaqinlashtiradigan odammi? Bu savolga javob hayotingizni o'zgartirishi mumkin, chunki insonning kelajagi ko'pincha kim bilan do'stlashishiga bog'liq bo'ladi. Do'stning ta'siri. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: kishi o'z do'stining dinidadir. Bas, har biringiz kim bilan do'stlashayotganingizga qarasin. Abu Dovud Termiziy rivoyati. Bu hadis bizga juda katta haqiqatni ko'rsatadi. Agar do'stingiz namozni yaxshi ko'rsa, siz ham namozga yaqinlashasiz. Agar u Qur'on o'qisa, siz ham Qur'on o'qishga qiziqasiz. Ammo agar do'stingiz gunohni odatiy deb bilsa, asta-sekin siz ham bunga ko'nikishingiz mumkin. Qur'onda ogohlantirish. Alloh taolo Furqon surasi 27 va 29 oyatlarda qiyomat kuni ayrim insonlarning pushaymon bo'lib aytadigan so'zlarini bayon qiladi. Ular: koshki edi falonchini do'st tutmagan bo'lsam, deya afsus chekadilar. Nega? Chunki u do'st ularni Allohning yo'lida uzoqlashtiradigan edi. Dunyoda birga kulgan inson oxiratda sizni qutqara olmaydi. Agar u sizni gunohga boshlagan bo'lsa, o'sha do'stlik pushaymonlikka aylanadi. Yaxshi do'st kim? Yaxshi do'st sizni namozga chaqiradigan inson. Yaxshi do'st sizni gunoh qilayotganingizni ko'rsa muloyimlik bilan nasihat qiladigan inson. Yaxshi do'st siz muvaffaqiyatga erishganingizda hasad qilmay, siz uchun xursand bo'ladigan inson. Yaxshi do'st sizni Alloh uchun yaxshi ko'radigan inson. Mana shunday do'st eng katta ne'matlardan biridir. Atirfurush va temirchi misoli. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi va yomon do'stni juda chiroyli misol bilan tushuntirganlar. Yaxshi do'st atir sotuvchiga o'xshaydi. Agar undan atir sotib olsangiz ham, uning xushbo'y hididan bahramand bo'lasiz. Yomon do'st esa temirchi ustaxonasiga o'xshaydi. U yerda kiyimingiz kuyishi yoki hech bo'lmasa tutun hidini olishingiz mumkin. Bu hadis bizga shuni o'rgatadiki, inson o'z atrofidagi odamlardan albatta ta'sirlanadi. O'zingizga savol bering. Bugun o'zingizdan so'rang. Mening do'stlarim meni Allohga yaqinlashtiryaptimi yoki namozimdan, Qur'onimdan va ibodatimdan uzoqlashtiryaptimi? Agar javob ikkinchisi bo'lsa, hali vaqt bor. Do'stlaringizni tanlashni qayta ko'rib chiqing. Chunki bir kun kelib har bir inson tanlagan yo'lini, natijasini ko'radi. Aziz birodarlar va opa-singillar, do'st tanlash oddiy masala emas. Bu dunyoda va oxirat taqdiriga ta'sir qiladigan qarordir. Shuning uchun do'stingizni sizni Allohga yaqinlashtiradigan, gunohdan qaytaradigan va yaxshilikka undaydigan inson bo'lsin. Bugun esa tarixdagi eng pokiza va eng go'zal do'stlik haqida gaplashamiz. Bu oddiy do'stlik emas edi. Bu Alloh uchun qurilgan do'stlik edi. Shuning uchun ham u 1000 yildan oshsa ham unutilmayapti. Abu Bakr roziyallohu anhu eng sodiq do'st. Rasulullohga eng yaqin insonlardan biri Abu Bakr as-Siddiq edilar. Payg'ambarimiz islomga da'vatni boshlaganlarida ko'pchilik shubhalandi, ammo Abu Bakr roziyallohu anhu bir lahza ham ikkilanmadilar. O zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tasdiqladilar. Shu sababli as-Siddiq, haqiqatni tasdiqlovchi degan sharafli laqabni oldilar. Bor ichidagi sinov. Hijrat kechasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr roziyallohu anhu Makka dan chiqib, Savr g'origa yashirindilar. Mushriklar ularni qidirib kelishdi. Abu Bakr roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun xavotir oldilar. Shunda Rasululloh ularga Qur'onda zikr qilingan mashhur so'zlarni aytdilar. G'am chekmagin. Albatta, Alloh biz bilan birgadir. Bu voqea bizga haqiqiy do'st qiyin kunlarda ham yoningizda bo'lishini o'rgatadi. Umar roziyallohu anhu va Umar ibn al-Hattob Rasulullohni shunchalik sevar edilarki, u zot uchun jonlarini ham fido qilishga tayyor edilar. Bir kuni Rasululloh sizlardan birortangiz meni o'zidan, molidan va farzandidan ham ko'proq sevmagunigacha to'liq iymonli bo'la olmaydi degan mazmundagi hadisni aytdilar. Umar roziyallohu anhu darhol qalblarini tekshirdilar va Rasulullohga bo'lgan muhabbatlarini yanada mustahkamladilar. Bu do'stlikning eng oliy darajasi edi. Ali roziyallohu anhu Ali ibn Abu Talib hijrat kechasida Rasulullohning o'rinlarida yotishga rozi bo'ldilar. Bu juda katta xavf edi. Ammo u zot payg'ambarimizning omon qolishlari uchun o'z hayotlarini xavf ostiga qo'ydilar. Haqiqiy do'st ba'zan o'z manfaatidan ham voz kechadi. Sahobalar bir-birlarini qanday sevishardi? Sahobalar bir-birlarini boylik uchun emas, mansab uchun emas, faqat Alloh uchun yaxshi ko'rardilar. Biror sahoba kasal bo'lsa boshqalarni uni ziyorat qilardi. Biror kishi qiynalsa yordam berishga shoshilishardi. Ularning qalblarini dunyo emas, iymon birlashtirgan edi. Bizning do'stligimiz qanday? Bugun ko'pchilik do'stlikni foyda bilan o'lchaydi. Pul bo'lsa do'st, manfaat tugasa do'stlik ham tugaydi.
lekin musulmonning do'stligi bunday bo'lmasligi kerak. Haqiqiy do'st sizni gunohga emas, jannatga yetaklaydigan insondir. Aziz birodarlar va opa-singillar, Rasulullohga va sahobalarning do'stligi biz uchun eng go'zal namunadir. Ular bir-birlarini Alloh uchun sevganlari sababli tarixda eng baxtli va eng sodiq insonlar bo'lib qoladilar. O'zimizga savol beraylik. Mening do'stligim Alloh uchunmi yoki faqat dunyo manfaatlari uchunmi? Bu mavzu esa yomon do'stning oqibati. Bir lahza o'ylab ko'ring. Bir inson aslida yomon emas edi. Namoz ham o'qirdi, Qur'on ham tilovat qilardi, lekin vaqt o'tib ibodatini tark etdi. Gunohlarga berildi. Bunga sabab nima bo'ldi? Ko'pchilikka javob bitta bo'ladi. Noto'g'ri do'stlar. Qur'ondagi ogohlantirish Alloh taolo Furqon surasining 27 va 29-oyatlarida qiyomat kunidagi dahshatli manzarani bayon qildi. Bir inson pushaymon bo'lib shunday deydi: koshki edi falonchini do'st tutmagan bo'lsam, u meni zikrdan, ya'ni haq yo'ldan chalg'itdi. Tasavvur qiling, dunyoda eng yaqin do'st deb bilgan insoningiz oxiratda sizning eng katta pushaymoningizga aylansa, qanday dahshatli hol! Rasulullohning misoli, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: yaxshi do'st bilan yomon do'stning misoli atirfurush va temirchi kabidir. Atirfurush yonida bo'lsangiz hech bo'lmasa xushbo'y hid sizga ham uradi. Temirchi yonida bo'lsangiz esa kiyimingiz kuyishi yoki yomon hid sizga o'tishi mumkin. Demak, inson o'z atrofiga o'xshaydi. Gunoh qanday boshlanadi? Ko'pincha katta gunoh birdaniga boshlanmaydi. Avval do'st bir marta qilaver deydi, keyin hech narsa bo'lmaydi deydi. So'ng gunoh odatga aylanadi. Shayton esa aynan shuni xohlaydi. Solih do'stning farqi: agar haqiqiy do'stingiz sizni g'iybat qilayotganingizni ko'rsa to'xtatadi, namoz vaqti kirsa eslatadi, xato qilsangiz muloyimlik bilan nasihat qiladi, siz uchun duo qiladi, orqangizdan yomon gapirmaydi. Mana shunday inson haqiqiy do'stdir. O'zingizni sinab ko'ring. Bugun o'zingizga quyidagi savollarni bering. Do'stlarim meni Allohga yaqinlashtiryaptimi? Ular bilan uchrashgandan keyin iymonim kuchayadimi yoki zaiflashadimi? Ular meni yaxshilikka chaqiradimi yoki gunohni odatiy qilib ko'rsatadimi? Bu savollarning javobi do'stlaringiz qanday inson ekanini ko'rsatadi. Aziz birodarlar va opa-singillar, do'st tanlash hayotdagi eng muhim qarorlardan biridir. Chunki do'stingiz sizni yoki jannat sari yetaklaydi, yoki Alloh saqlasin gunoh yo'liga boshlaydi. Shuning uchun doimo Allohdan sizga solih do'stlarni nasib etishini so'rang va o'zingiz ham boshqalardan yaxshi ta'sir qiladigan inson bo'lishga harakat qiling. Bugun siz bilan insonni chuqur o'yga to'ldiradigan mavzu haqida suhbatlashamiz. Tasavvur qiling, qiyomat kuni boshlandi. Har bir inson o'z amallari uchun javob berish uchun turibdi. O'sha kuni eng yaqin do'stingiz sizga yordam bera oladimi yoki sizdan yuz o'giradimi? Bu savolning javobini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qiladi. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladilar. Faqat taqvoli kishilar bundan mustasno. Bu oyat bizga juda katta haqiqatni o'rgatadi. Dunyoda gunoh ustida qurilgan do'stlik oxiratda parchalanadi. Bir-birini gunohga boshlagan insonlar o'sha kuni bir-birini ayblaydi. Ammo Alloh uchun do'stlashganlar bir-biriga dushman bo'lmaydi. Aksincha, ular Allohning rahmatidan umidvor bo'ladilar. Qiyomatdagi pushaymonlik Qur'onda yana shunday manzarani tasvirlaydi. Ba'zi insonlar, koshki falonchini do'st tutmagan bo'lsam, deya pushaymon bo'ladilar. Lekin u pushaymonlik endi foyda bermaydi. Chunki amal qilish va tavba qilish vaqti tugagan bo'ladi. Shuning uchun haqiqiy tanlov bugun shu dunyoda qilinadi. Alloh uchun do'stlashganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahih hadisda xabar berganlar. Alloh taolo qiyomat kuni mening ulug'ligim uchun bir-birini sevganlar qayerda? Bugun men ularni o'z soyam bilan soyalayman, deydi. Bu ulkan sharaf. Ular bir-birlarini boylik uchun emas, manfaat uchun emas, faqat Allohning roziligi uchun sevgan insonlardir. O'zingizdan so'rang, bugun sizning do'stlaringiz sizni namozga chaqiradimi? Siz bilan Qur'on o'qishni xohlaydimi? Gunohdan qaytaradimi? Yoki vaqtni bekorga o'tkazishga undaydimi? Mana shu savollar sizning do'stligingizni qanday poydevoriga qurilganini ko'rsatadi. Abadiy do'stlik. Dunyodagi ko'plab do'stliklar vaqt bilan tugaydi, lekin Alloh uchun qurilgan do'stlik jannatda ham davom etadi. Bu eng buyuk mukofotlardan biridir. Shuning uchun mu'min inson do'st tanlayotganda avvalo uning taqvosi va axloqiga qaraydi. Aziz birodarlar va opa-singillar, qiyomat kuni siz bilan birga bo'ladigan do'st, sizni bugun Allohga yaqinlashtirayotgan do'stdir. Shunday ekan do'stlaringizni ehtiyotkorlik bilan tanlang va o'zingiz ham boshqalarga jannat yo'lini eslatadigan inson bo'ling. Bugun esa yaxshilab o'ylab ko'ring. Sizni yoningizdagi do'stlaringiz pulingiz, manfaatingiz uchun yaxshi ko'radimi yoki Alloh uchun yaxshi ko'radimi? Sizga beriladigan maslahat shuki, do'st tanlashda juda ehtiyot bo'ling. Uchta yomon do'stga qo'shilsangiz, to'rtinchisi siz bo'lasiz. Uchta yaxshi va odobli, ibodat bilan mashg'ul do'stlarga qo'shilsangiz,
Albatta 4-siz siz bo'lasiz.